Akalar zo'r narxga Gentra topdim. 2013 1.6 Praso diskada avtomat korobka, lyuki bor, hamma yo'g'i 3-payizcha. Mashina yaxshi holatda ekan. Chexollari, pollari zavodskiy akalar. Avtomat, maytaforlar qo'yilgan, start stoplargacha qo'yib berilgan ekan. Mashina yaxshi holatda, Praso metallari bor. Balonlari, archa balonlar qo'yilgan. Mashina bozorda turibdi hozir. Dokumentdan muammo yo'q ekan. Sirazu o'tkazib beramiz deyapti. Kalinkasi, kraskasi bor. Oldin Lacetti bo'lgan, Lacetti Gentra qilinganligi uchun oldin kraska bo'lgan ekan. Buni 7000 deb akamiz gaplashib. Sizlar uchun 6.5 gaplashib edim. Bosib olgan joy menimcha. Narx yozilgan yo'qmi, kommentar fikrlarni yozib olinglar. Keyin mana shunaqa Gentra oxirgi do'sti jo'natib qo'ying. Motori 1.6 ekan, yog' yemaydigan, yaxshi motor. Примерно 400 mingdan ko'proq, 400 ming atrofida yurgan ekan probegi. Narx yozilgan yo'qmi, kommentar fikrlarni yozib olinglar akalar. Mashina yaxshi holatda turibdi lekin.